shunaqa bir isqirt klientlar bor. Kecha soat menga 1:30da zakaz tushdi. O'zim Yandexda ishlayman. Bitta qiz bilan bitta bola chiqdi orqaga. Yo'l-yo'lakay ketyapmiz, men bir-birini qo'lini ushlab nimadirlar ketyapti. Men aka, iltimos, men mashinamda unaqa ishlaringizni qilmang dedim. Yaxshi gap bilan. Ishingiz bo'lmasa, pulingizni beraman, u yoq bu yoq degan gapni qildim. Men indamadim. Yana ketyapmiz, anu bolaga rasa ko'p telefon bo'lyapti. Na bezuk qilgani yo'q, na polyot qilgani yo'q-da. Rasa ko'p telefon bo'lyapti. Oxiri ko'tardi. Ha, ona nima deysiz, telefon quvurmasangizchi ezib yubordingiz deb qizilni bosib qo'ydi. Men chidolmadim bu narsaga. Shuni chetga to'xtadim-da, aka, hozir tushib qoling mashinamdan, boshqa Yandex chaqirib ketarsiz dedim. Tushunmadim. Pulingni beryapman, olib ketasan o'sha joyga dedi. Nima qilishim kerak edi men? Tushasan dedim-da, ana qiz yonida so'kishib ketdik. Ata urib tashlamoqchi edim, qiz bola bo'lgani uchun unga tegina olmadim. Erkak kishiga to'g'ri kelmaydi baribir. Oxiri mashinamdan tushirib yubordim uni. O'zim yo'limni davom etdim. Akalar, to'g'ri qildimmi, yo'qmi, kommentda yozib qoldiringlar. Menga uni beradigan 50 ming puli вообще kerak emas meni. O'zimni taksi parkim 6 million so'mgacha bonusi bor. Bunaqa taksi park topganim o'zi men uchun yetadi. Lekin u bolani qilgan ishiga men chidab tura olmadim. Akalar, meni o'rnimda bo'lganingizda sizlar nima qilardinglar? Mana shuni kommentga yozib qoldiringlar.